Endi navbatni shu tumanimizga tashrif buyurgan, kutilmagan bir mehmonimiz, sevimli, mana shu hammamiz televideniya orqali taniymiz. Mana bugun birinchi ko'rishimiz Shukrullo aka Isroilovni taklif qilmoqchiman. Marhamat. Hali aytib o'tdingiz, bir suv haqida she'rni o'qib bering deb, sahnada aytib beraman dedim. Shu qo'shig'ini ham eshitdim dedingiz. Shu hurmatli shoirimizni qalamiga mansub Iqbol Mirzoni tunda so'ximning sho'x sadolari bor. Oshiq bulbullarning navolari bor. Asrlarga tengdosh momolarim bor. Momolarim kaftida dunyolarim bor. Dunyoga bergusiz dunyolarim bor. Isming yuragimda lovullagan cho'g', muqaddas tuprog'im jannat monan suv. Mana bugun jannat monan suvdasiz. Marhamat. Rahmati kalom. Assalomu alaykum mehmonay aziz. Xush omaded. Tojiki میدانم کم کم میدانم. Tojiki میدانم maqol میدانم. Kam kam xuriyat hamisha xuriyat. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli so'xliklar, xush kelibsizlar. Sizlar bilan ko'rishganimizdan bag'oyat xursandmiz. Menga ana shu chegara xavfsizlik qo'shinlari, milliy qo'shinlarimiz, chegarachilarimiz aytishganda So'xga boriladigan juda ham xursand bo'ldim. Men birinchi bor kelishim So'xga. Men tasavvurimda bunaqa So'xi bir endi O'zbekiston kartamiz eng burchagida ekan, qanaqa joy ekan deb kelayotgandim men. Lekin chegaradan o'tgandan keyin So'x ko'rib, havosini ko'rib juda ham bir mazza qildim. Hattoki 1,5 soatcha mizg'ib oldim. Hozir men Farhod akaga aytdimki, Farhod aka shu televideniya rahbariga shu yerda 1,5 soat uxlab, 6 soat uyquni kuchini oldik. Men ko'rib juda ham havosim keldi, juda chiroyli, tabiati juda chiroyli, ayniqsa kartoshkalari shirin. Kartoshkalar, olmalari vahsha gap bo'lishi mumkin emas. Naqsh olmalar, hirt qiz bolalarga o'xshaydi, chiroyli olmalar. Shuning uchun So'xga gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli, juda bir go'zal joyda yashaysizlar. Ko'rib hosimiz keldi. Hozir men tashqarida ham, ichkarida ham aytdim, hokimimizga, hokimova bir 6 soat joy bersangiz, shu yerda bir bahor kunlari kelib bir yashasak dedim. Bu ham bir muammo deb qoldi. Endi mayli bo'lib qolar endi. Xudo xolisa. Shuning uchun ko'rishganimdan juda ham xursandman. Hammanglarni ko'rganimdan. Umringiz uzoq bo'lsin, tan joyingiz sog' bo'lsin. Avvalambor shu go'zal yurtimizni ko'z tegmasin. Yurtboshimizning umrlari uzoq bo'lsin. Shunaqa bir yaxshi bir yurtda yashaymizki, payzi bor yurtda. Ko'rib juda ham bir havosimiz keladi. Chegaradan o'tgandan keyin O'zbekistonimizni So'xga o'tgandan keyin tabiatan bir boshqacha bo'lib ketdi. Nafas olish ham bir boshqacha bo'lib ketdi. Ichkari kirgan sari hammani ko'rib, kayfiyatini ko'rib, kayfiyat undan ham ko'tarilib ketdi. Ham yo'da do'diklar, ham yo'da bekalar ekan. Unisi do'dik desa 9 tasi qaryapti, bibi desa 8 tasi qaryapti. Men aytdim, juda havosim keldi, baraka topinglar. Salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin, ko'z tegmasin, tinchlik, tansihatli bo'laversin. Mana shu chegara qo'shinlarimizni bugun ochilganiga 16 yil bo'ldi. Ana shu 16 yildan beri shu yigitlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz shu yerda xizmatda, u ham bo'lsa yurtimizni tinchligini saqlab. Shularni umri uzoq bo'lsin hammalarini. Salomat bo'lsin, bir chuar qarsak chalib qo'ysanglar, ana shu yurtimizni posbonlariga, chegarachilarimizga. Bayramingiz muborak bo'lsin. Hammanglar salomat bo'linglar. Juda chiroyli joyda yashaysizlar. Ko'z tegmasin. Onaxonlarimiz o'tirishibdi. Sog' salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Duo go'y onaxonlarimiz. Men bir to'yga kirsam, bir 80 yoshli onaxon o'tiribdilar. Men aytdim, onajon bir duo qiling. Sizga o'xshab yuring desam, gapga usta keldi. Menga o'xshamaysan bo'g'irsa deb qoldilar. Duo qiling sizga o'xshab yuring desam, menga o'xshamaysan bo'g'irsa deydilar. Nega desam, menga o'xshashing uchun 2 marta erga tegib 8 ta tug'ishing kerak deydilar. Shuning uchun umringiz uzoq bo'lsin, har biringiz salomat bo'linglar, ko'z tegmasin, bolajonlarimiz katta bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Bu yerda So'x tumanini ko'rib juda havosimiz keldi. Bu yerda olib borayotgan ishlar, shahar bir qanaqadir payzi bor. Hattoki hozir suhbatlashib o'tirsak, Farhod akamiz aytdilarki, So'x televideniyasi bor dedilar o'zini. O'zining televideniyasi bor, 16 ta kanal ko'rsatadi. Hammasi hali HD formatlarda juda chiroyli deb. Juda ham havosimiz keldi. Salomat bo'linglar, umringiz. Qizlarimiz yaxshi go'shangeli kelin bo'lsin hammalari, to'g'rimi? To'ylarda xizmat qilinglar-a. Menga o'xshagan erlar bersin bo'lagan ilohim qizlarimizga. Ne kulasizlar, darrov kirib qo'yadi hammasi. Qo'sha qarib baxtli bo'lsin, farzandi ko'payaversin. Bolani ko'pi bilan yaxshi. Erkak kishi har doim xizmatda, ayol kishi uyida xizmatda. Ilohim har bir inson sog' bo'lsin.
Bir akamiz 4 ta farzandi bor ekan. 4 ta farzandi. Xotin bilan gaplashib o'tirganmishlar. Onasi, "Ey, vaqt o'tishini qara, hash-bash deguncha 50 kirib qolibmiz. Xudo bergan bolalarimiz ham 4 ta. Hukumatimiz ham baraka topsin, qaror chiqarib qo'yibdi. Kimni oilasida 5 ta farzand bo'lsa, 50 yoshdan pensiya chiqarmish. Onajonisiz bir gap. Sharoitingizga qarang. Iloji bo'lsa shu bitta tug'ib bersangiz, pensiya chiqib qolardik. Nima deysizlar, xotinlarni ham jahllari chiqib qoldi. Voy, uning dadasi. Endi sizga uchun farzand ko'rish yoshligingizda qattiq edingiz. Хотя бы 5 yil oldin qattiq edingiz dadajoningiz. Hozir pozdno, hamma zakrit, всё пошел. Ya onasi jahling chiqmasin, senga dedigan sirim bor. Qanaqa siringiz bor? Sirim shuki, senga uylanishdan oldin bir sho'xlik qilib yoshligida bir rusga uylangan edim. Shu rus xotinimdan bir Vasiliy degan o'g'lim bor. Xo'p, sen shu o'g'limni olib kelsan, 4 tasini 5 ta qilsa-ku, pensiya chiqib orardik. Nima deysan sizlar? Xotinlar ham laqqa shu, voy aylaning dadasi. Choping darrov kelib qoling. Akamiz ham xursand. Yugurib borib o'g'illarni boshlab kelibdilar. Uyga olib kelib, onasi chaqirib bolalaringni akasini olib keldim, tanishtirib qo'yaylik. Birga o'ynab yurishsa, xotinlar ham yig'lab, "Dadajonimiz, bolalaringiz tetik bilan yo'q bo'lib ketishdi. Ko'chaga chiqib ketishdimi?" "Yo'q, ularni ham dadalari kelib olib ketib qolishgan ekanlar." Chunki bolalarni ko'p bo'lgani yaxshi. Har bir inson qo'sha qarasin, baxtli bo'lsin. Bir akamiz ham xotinini Rossiya kuzatyapti, Moskvaga ketyapti xotinlar, poyezdga chiqib olgan, poyezd sekin yurish boshlagan, kuzatyapti. Xotin, "Esalomon borib kel, xotin." Xotini ham ketyapti. "Dadasi, yaxshi o'tiring." Endi erini esiga tushib qoldi. "Xotin, o'zingga xushyor bo'l." "Eshitmadim, dadasi." Poyezd ketyapti. "O'zingga xushyor bo'l." "Eshitmadim, dadasi." Poyezd ketyapti. "O'zingga xushyor bo'l." "Eshitmadim, dadasi." "O'zingga xushyor bo'l." "Eshitmadim, dadasi." Ketdi poyezd. "O'zingga xushyor bo'l." "Eshitmadim, dadasi." Bilganingni qil. Xo'p bo'ladi. Ana ahvol. Keling qizim, keling. Dadam shunchalik kattalashib ketdi o'yladi shekilli meni. Keling qizim. Chunki har bir inson sog' bo'lsin, qo'shgan bilan qo'sha qarasin. Baxtli saodatli bo'laversin. Biz bu yerga bugun bir o'zimiz kelganimiz yo'q. Bizning ansamblimiz chegara qo'shinlari ansambli juda katta. U ansamblda Ozodbek Nazarbekov bor. Kelishdi, menimcha kelishdimi shu san'atkorlar ham? Xo'ja guruhi, Sardor Rahimxon va qolaversa bizning ajoyib yana bir san'atkor do'stimiz bor, yoshlarimiz orasida. Keling. Va alaykum assalom. Siz ham o'g'lingiz menga o'xshasin. Ilohim, o'g'lingiz oti nimada? Elshodxon. Necha yosh bo'ldilar? Qani? Qashqadaryoda? Rahmat. Uyda siz bu yerdamisiz? Ha, siz so'xliymisiz? Eringizni olib kelmamsiz-da, bu yosharib ketardi. Chegara o'tkazmaydi, o'tkaziladi. Bo'ldi, o'g'lingizni bir olib kelsangiz, men og'ziga tuflab qo'yaman, menga o'xshab yuradi. Yashay. Rahmat, guldek ochilib bering. Men hali turmushga chiqmaganmiz desam, turmushga chiqqan ekansiz. Baxtli bo'ling. Nechta bolalardan o'g'ildan bittami? To'g'ri, siz bu yerda yo'da kalishi bitta bo'ladi deydi. Farzand ko'payaversin, baxtli bo'lsin. Ana shu ansamblimiz juda katta ansambl. Yurtimiz bo'ylab qayerda chegara qo'shinlari bo'lsa, o'sha yerda hozir xizmatda. Mana bugun kunday nasib qilgan ekan, biz ikkalamiz shu yerga tashrif buyurdik.